Recording. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan PM Pre-March 2026 mokoni to'liq ishlab ko'ramiz. Xolasa. Well, I have to tell this is not my first time, this is my second time solving this. Birinchi marta ishlaganimda 60 ta 52 chiqdi va bu uchun men taxminan 45 daqiqa vaqt sarfladim. Nima bo'lganini, nimaga bu natijani aytayotganimni men Telegram kanalimda, demak, 14 fevral 2026 yil post qilib qoldirganman. Maqsad odam tabiiy bo'lishida o'zini qanaqadir bir xato qilmaydigan odamni ko'rsatish emas. Lekin hozir umuman ekzamenga qanaqa approach qilish kerakligini ko'rib chiqamiz to'liq xudo xohlasa. Let's go. Hop, haylo qilishimiz kerak ekan. Agar 35 mingta mashina ishlatiladigan bo'lsa, cost qancha bo'ladi? Fine. Very good. Hop, what is it gonna be? Orderlar berilgan, machine hours, conversion cost berilgan. Bilamizki, conversion cost machine hourga qarab o'zgaradi. Man Hilo o'qiganda, to'g'ri Hilo qilishni yomon ko'raman. Man shuni linear equation qila olaman ko'pincha. Hop, agar 50% oshadigan bo'lsa capacity, yana 60 ming cost qo'shiladi. Bu degani fixed cost qo'shiladi degani. 50% capacity topishimiz uchun bizga full capacity kerak. Full capacity demak 60 ming machine hours. Bu degani 50% capacity 30 ming soatdan oshadigan bo'lsa, bizda 50% fixed cost qo'shiladi degani. I mean 60 ming fixed cost qo'shiladi. Hop, High'da low'ni oladigan bo'lsak 12 ming, mana costi. Bunga fixed cost qo'shilmagan. High'ni oladigan bo'lsak 42 ming, mana bunga fixed cost qo'shilgan. Biz shuni hozir reflect qilishimiz kerak. Masalan, hop, High'ni costi 3 million 85 ming teng 42 ming ko'paytirilgan variable cost plus fixed cost deyman plus 60 ming deyman. Chunki 42 ming machine hour bo'lsa bu 30 mingdan ya'ni 50%dan ko'proq, shuning uchun ham fixed cost qo'shiladi. Endi low'sini olaman. 925 ming teng 12 ming ko'paytirilgan variable cost plus fixed. Bunda additional cost yo'q, chunki machine hourlarimiz capacityni 50%ga yetmadi hali. Hop, tepasidan pastini ayirib olamiz. 60 ming qo'ysa ayirib yuboriladi xullas. Teng bo'ladi. 3 million 85 ming minus 60 ming minus 925 ming. Mana 200 ming teng bo'ladi. Ichiga fix costlar sarf ketadi 30 ming ko'paytirilgan variable costga. Yo'q, teng yozmasam kerak edi. Shunda variable cost teng bo'ladi. Logichna 2 million 100 ming bo'lingan 30 mingga 70 chiqdi. Endi fix cost topishimiz uchun ikkinchisiga qo'ysak ham bo'ladi. Hop, 925 mingdan ayiramiz 12 ming ko'paytirilgan 70 ta. Mana buni. Demak, fix costimiz 85 ming ekan. Hop, plus 60 ming ham bor. Hop, bizdan so'rayapti, agar 35 ming machine hour bo'lsa, 35 ming machine hour bo'lsa, total cost deyman. 35 ming machine hourga ko'paytiramiz har biriga 70 dollardan, keyin qo'shamiz 85 ming fix cost deb. 35 ming machine hour bilasizki 60 mingni yarmi 50% kapasitetidan oshgan. Shuni hisobiga yana 60 ming additional cost ham qo'shamiz. Hop, to'g'ri hisoblagan bo'lsam 2 million 595 ming bo'ladi. 2 million 595 ming. Let's go. Rexco Star Rated Hotel Operator. Aha, yulduzli rasmsi ekan. Building block model qilmoqchi ekanda, hop. Bulardan qaysi biri resource utilization? Resource utilization degani hoteldagi bor resurslardan bo'lishi mumkin odam, bu bo'lishi mumkin ovqat, bo'lishi mumkin xona, zal, farqi yo'q. Mana shuni qanchalik capacity ishlatilayotgani, like, necha foiz capacityda foydalanilayotgani bo'ladi. Bulardan average daily room rate bu oy pul haqida, guest rating qo'yishi bu ham effectiveness haqida, bu ham rating cleanliness of the room, bu ham efficiency effectivenessga o'xshaydi.
average room occupancy rate, xonani o'rtacha necha foiz, ya'ni общий degan 40 ta xona bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha necha foiz xonalar band bo'lishi, mana shu how we are using utilizing the resource of our room degan savolga javob beradi. Shuning uchun ham mana shu javob mana shu. Hop, YBCO Central Processing Unit ishlab chiqarar ekan. Bizga demak component X, component Y kerak. Barcha component X, hop, bizdan relevant cost so'rayapti ekan, X bilan Y ni. Hamma component X bor, 5000 ga olingan. Original cost bizga kerak emas, bilasiz, chunki bu sunk cost. 1,5 mingga sotsak bo'ladi. Lekin hozirgi narxi 6200. Ya'ni olib qo'yganimizni sotmoqchi bo'lsak 1,5 mingga ketadi. Lekin yangi olamiz desak 6200 bo'ladi. Nimaga qaraymiz? Qo'shimcha informationga qaraymiz. Component X ko'pincha boshqa zakazlarda ishlatiladi. Bu degani, hozir mana bu yoqqa sotib qo'ysak, biz boshqa zakazlar uchun yangi olishimiz kerak degani. Shuning uchun ham biz 1,5 ming olmaymiz. Nimaga? Ya'ni kompaniya uchun buni qiymati 1,5 mingga qolyapti emas, kompaniya uchun buni qiymati xuddi 6200 ga tushyapti. Chunki hozir ishlataveradigan bo'lsak, yangi CPU project uchun biz yangi olishimiz kerak va uni narxi 6200 bo'ladi. Shuning uchun tegmaymiz mana shunga. Biz bu projekt uchun demak Component X yangi olib qo'yamiz. 6200 bo'ladi. Demak, 1 bilan 2 option qoldi hozircha. Component Y ichida ximikati bor ekan va to'g'ri ishlatmasa allergiya qo'zg'ashi mumkin ekan va boshqa zakazlarda uncha qo'llanilmaydi, demak kerak emas ekan. Qolib ketgan stok 4800 lik stok bor. Bu ham bizga sunk cost. Sotib olganimizda bo'ldi. 2000 dollarga uni handling costi bor. Disposal, ya'ni bu degani not ichida demak zararli ximikat borligini hisobiga 2000 dollar rasxod qilib uni yo'qotishimiz kerak. Bizga yana kerak bo'ladigan qolgan komponent Yni 5600 ga sotib olsa bo'ladi. Qarang, nima qilamiz bu yerda? 7600 bor, 3600 bor. Demak, bittasi 2000 ni qo'shgan, bittasi ayirgan. Bu hozir bizga Yni olishimiz 5600 dollarga bar sotib olamiz, to'g'rimi? Oldik. Qolganini-chi? Qolgani mana bu bizda tayyor turgan komponent Yni ishlatishimiz bizga otherwise biza to'laydigan 2000 dollarlik rasxoddan qutqarib qolyapti. Hozir mana shu projektda ishlatsang ishlatding, ishlatmasang, demak, buni dispose qilish kerak va dispose qilish uchun 2000 rasxod kerak. Hozir bu ishlatganimiz demak 2000 ekonom bo'ldi bizga. Shuning uchun ham net costi 5600 minus 2000 3600 bo'ladi. Xo'p, government hospital bo'yicha demak qaysi biri? Patient to doctor ratio. Har bitta doktorga nechtadan patsient to'g'ri kelyapti? Bu nima deydi? Efficiency to'g'ri keladi. Sababi doktorlar soni cheklangan, lekin doktorlar soniga maksimum nechta patient to'g'ri kelishi, maksimum ko'proq maximum output for the given input degan qoidasi bor efficiencyni, bunga to'g'ri keladi. Readmission rate of patient bu effectivenessga to'g'ri keladi. Nimaga desanglar, patsientlar bizdan ketgandan keyin yana qanchadan keyin kasal bo'lib keladi. Biz bilan maqsadimiz, obyektivimiz iloji boricha kamroq kelishida ular. To'g'rimi? That's my opinion. Tuzalib ketsin bizdan, shu bilan deyarli kelmasin. Ular qaytib kelib yana nimadir chala bo'lib qolmaslik kerak. This is about objectivity, so effectiveness, and the first about efficiency. Hop, qaysi sistema deyapti? Procurement, demak покупка, HR, production, finance va boshqa hamma departamentlarning funksiyonlarini demak bir tizimda ishlashi uchun, bir samarali ma'lumot almashinishi uchun qaysi sistema to'g'ri keladi? Bitta variant bor bu yerda. ERP system. ERP system borligi uchun ham siz masalan kompaniyangizdagi hamma bo'limlarni bir-biriga bog'liqligini ko'rsangiz bo'ladi. That's like the ERP systemni plyus taraflaridan bittasi ham shu o'zi. CRM emas. Executive Information System bu boshliqlar uchun, Transaction Processing System bu eng tupoy demayman, lekin shunga yaqinroq, eng like basic varianti. Hop. Throughput accounting principle bo'yicha qaysi option bizga optimum production quantity? Uchta mahsulotdan.
Demak, uch xil mahsulot olar ekanmiz. JLM. Aha. Throughput accountingda bilasizlar, birinchi biza reytingni return per hourga qaraymiz. Return per hour ham qanaqa? Bottleneck hour. Did JLM? Yes, JLM. Price. Oh, 55, 41, 62. Variable cost ayrilganmi? Faqat material cost ayiramiz. Material cost ayiramiz. Tak, minus 15, minus 13, and minus 24. So, throughput kelib chiqadi. Ayirib yuborsak. Tak, mana. This is per what unit? Endi bizada nima problema? Maximum machine hours 80 ming debdi. Demak, machine hours problem. Boshqa variant ham bermagan. 4, 2, 5 machine hours. Bizaga buni machine hour bo'yicha kerak. Bottleneck resource. Machine hours. 4, 2, 5 midi? Yes. Hop. Return per hour desam bo'ladi. Throughput per hour desak ham bo'ladi. Bu ana endi $10 va $14, $7 Hop, ranking qiladigan bo'lsak, bu birinchi o'rin, chunki har bitta bizlarning cheklangan resursimizni soatiga $14 return olib kelyapti L mahsulot. Ikkinchi o'rin demak J va third last place is M. Faqat qoidasi bor ekan, production M'dan 6000 tadan kam chiqarib bo'lmaydi. Lekin u uchinchi o'rin, chiqarmasak ham bo'ladigan mahsulot agar vaqtimiz yetmasa. Demak, bundan 6000 tadan kam chiqarmaydigan bo'lsak, ko'p ham chiqarishdan foyda yo'q, chunki ko'p chiqaradigan bo'lsak, bizani otherwise L bilan J ga ishlatadigan vaqtimizni yeb qo'yadi. Nimaga? Chunki bular undan ko'proq profit olib keladigan mahsulotlar. Shuning uchun M'ni 6000 da chiqaramiz. Demak, option 1 xato, option 3 xato, ikkita variant qoldi. Hop, birinchi bo'lib turib baribir L chiqaramiz, to'g'rimi? So we produce L, keyin J, keyin M. M'dan aytdim 6000 ta chiqaramiz deb. Birinchi L dan maksimum chiqarishimiz kerak. 8000 ta demand bor ekan. 8000 ta chiqarsak, hop, L dan demak 2 soat ketsa 16000 soat. M dan demak 4 soat ketsa, demak bizda hozir jami 16000 soat ketdi. Tak. Va 24000 soat ketdi. 40000 soat ketdi. Endi 40000 soatimiz qoldi. To'g'rimi? Tak, bu yoqqa 40000. Sorry, M5 ekan. 16000, 36000, 30000, 46000 soatimiz ketdi. Bizda 80000 dan 34000 soatimiz qoldi faqat. 34000 soatga J mahsulotdan har biriga 4 soatdan ketadigan bo'lsa, biz 8,5 mingta chiqara olamiz. 8000, 8,5 ming, 6000. 8000, 8,5 ming, 6000. O'zi buni hisoblamasa ham bo'lardi, chunki mana M ni 6000 taligini bilamiz. Javob 2 bilan 4. Production L dan birinchi o'rindagi mahsulotimiz var maksimum chiqaramiz. Demak javob 2 bo'lardi. 7000 ta emas, albatta 8000 ta chiqarardik. Mana shunaqa gaplar. $10 narx oshsa, demak $20 tushadi. Hozir demak 1000 ta unit $200 dan variable cost 140. Profit qachon maximize bo'ladi? Sразу menga kelish kerak. Bu marginal revenue teng marginal cost qismida. So what are we going to do? P teng A minus PQ degan formulani bilasizlar. Narxi $200 bo'lsa, teng A minus B ko'paytirilgan 1000 ta sotyapmiz.
va narxi 10 dollarga oshsa, demak 20 ga tushar ekan. Demak, narxini 210 qiladigan bo'lsak, a minus b ko'paytirilgan 20 ga tushsa 980 bo'ladi. Pastdan tepani ayiraveradigan bo'lsak, 10 teng bo'ladi. A qisqarib ketadi. Hop, 20 b ga. B teng 0,5 bo'ldi. Ana undan keyin A teng bo'ladi. 0,5 qo'yadigan bo'lsak, bu 500, A teng 700 bo'ldi. Mana functionim price teng 700 minus 0,5 Q. Hop, endi margin revenue functioni shuni mana bu quantity qismiga 2 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 700 minus 0,5 kare 2 1 bo'ladi demak Q. Mana bu MR MC teng variable cost bo'ladi. Variable cost 140 ekan. Demak, 700 minus Q teng 140 deymiz. Q teng 560 bo'ladi. Bizlarga quantity emas, price ni so'ragan. Price ni topish uchun demak mana bu formulaga qaytadan qo'yamiz. Hop, price deyman. Teng 700 minus 0,5 ko'paytirilgan Q, ya'ni 560. Javob 420 bo'ldi. Tamam. Systematically we solve everything. Qaysi ikkitasi environmental detection cost? Detection degani tabiatga chiqarayotgan zararingizni o'lchash degani. O'sha uchun ham unaqa hozir nima topayotganingizni, qidirayotganingizni bilsangiz osonroq chiqadi. Capturing and recycling waste of exhaust gases to generate energy. Bu naborot action qilish, detection emas. Public relations to remedy reputation, bu image costga o'xshaydi. Bu ham emas. Installation of heating pipes, nimadir, ya'ni haqiqatdan ham environmental inefficiencyni kamaytirish uchun harakat detection cost emas u. Prevention cost bo'lishi mumkin. Payment of fines o'zi ish qilib bo'lgandan keyin costimiz. Bizga detection degani o'sha environmental impactni detect qiladigan, aniqlaydigan narsa kerak. Aniqlaydigan degan so'zni tarjimasi checking yoki measuring yoki monitoring. Bunisida energy consumption'ni measure qiladi, o'lchaydi. Demak, environmentga qancha impactini o'lchashi mumkin. Birinchisida monitor deyapti, kuzatish. Like while monitoring, you can also detect the irregularities. Qolganlari to'g'ri kelmaydi. Shunaqa logic bilan ishlasangiz, ya'ni environmental costlarni classificationi ko'pda. Prevention cost deydi, conventional cost deydi, internal failure, external failure cost ko'p ular. Lekin ma'noni tushunib olsangiz, it will become easier for you. Hop, bizdan mix variance so'rabdi. Hop, o'zimda bitta kamchiligim bor, ya'ni juda ko'p fandan dars berganim uchun ham ba'zan bo'ladi, qaysidir temani qaysidir qismi esimdan chiqib qoladi. Shunga usually use my common sense. Hop, mix variance deganda men tushunishim bo'yicha biza sotgan, ishlatgan litrlarimizni hop, actual usage'imizni standart mixda ishlatganimizda qanaqa bo'lardi? Hop, buni qanday hisoblaymiz? Actual quantity ko'paytirilgan actual mix. Actual mix. Standard quantity ko'paytirilgan standard. Actual quantity ko'paytirilgan standard mix, sorry. Keyin difference chiqadi. Keyin ko'paytiramiz standard price'ga, keyin variance chiqadi. 1900, 2800 va 1300. Demak, men jami 6000 litr ishlatdim. Hop, 6000 litrimizni standart mixda, ya'ni 30 50 20, demak RST. Demak, RST. To'g'ri yozimda. 30 50 20 bo'ladigan bo'lsa, 60 ni 30%, 6000 ni 50% va 6000 ni 20% bo'lardi. Mix variance'da baribir bilasizlar, общий bir xil chiqadi. Difference. Men ko'proq ishlatib yubordim R mahsulotdan. Men 200 litr kamroq ishlatib yubordim S mahsulotdan va 100 litr ko'proq ishlatdim T mahsulotdan. Bu ham differencedan nima chiqishi kerak.
Standart price'lari 63, 50 va 45. Variance bo'ladi, bularni ko'paytiramiz. -8 bo'ldimi? 8 adverse. Qaysi birlari target costing features emas? Functions of product are analyzed qilinadi. Shu value analysis bor, value engineering bor, profit margin, demak fixed percentage xuddi shunaqa. Demak, bozor narxini olamizda biza mana shuncha foyda qilmoqchiman deb ishla boshlaymiz. Raqiblar mahsulotlarini o'rganamiz, to'ppa-to'g'ri, chunki uni o'rgansangiz siz target costga qanaqa kelishingiz aniq bo'ladi. Nima qilyapti ular, siz qilmayapsiz yoki ularning mahsulotlari narxini qayta o'rganasiz. Selling price of product based on cost noto'g'ri, chunki biza oddiy an'anaviy kostingda rasxodini hisoblab ustiga marja qo'yamiz. Target kostingda naborot bozor narxini olamiz. Biz xohlayotgan marjani ayirib olsak, biz xohlayotgan kost kelib chiqadi. Demak, narx kostdan kelib chiqmaydi. Target kostingda kost narxdan kelib chiqadi. Hop. Nega bo'lmadi u? Tushunmayapman. O'chira olmayapman. Okey. Vanilla Co demak onlayn mahsulot sotarkan, activity based costing ishlatadi. Eng mana zo'r savol ekan. Eng ikkita mahsuloti, mashhur mahsuloti Charlie bilan Tango. Charlie bilan Tangodan tashqari yana 20 millionta zakazi bor deyapti. Total packaging cost demak 10 million. Mana bu yerda zo'r pointi borlar, tog'lar. Biz hozir packaging dispatching costni bitta Charlie unitiga chiqara olishimiz kerak. Mana shu zo'r savol bo'lgan. Hop, men bilmasdan to'g'ri javob yozib qo'ydim. You know how? Men ishlagan savolimni har bittasini esdan chiqarmayman. That's my maybe good thing about it. I just don't forget the questions I solved. Even 10 years ago, 12 years ago, I was solving IELTS and I don't remember that. I mean, I don't forget about that. I remember that. Biza hozir dispatching cost 10 million dollarni bo'lib yuborishimiz kerak. Activity based costing desa dispatch cost zakazga qarab, to'g'rimi? Qancha zakaz ko'paysa, shuncha dispatch ortadi. Ana endi keling, men sizga ko'rsataman. Charlie Tango deymiz. Tango ketib qoldi. Volume, hop, order size. Volume'imiz demak 5 millionta and this one 6 millionta. Order size demak 2,5 ta mahsulot, bunda ikkitamidi? Ikkita mahsulot. Charlie'dan 5 millionta sotamiz desak va har bitta order size 2,5 donadan to'g'ri keladigan bo'lsa, number of orders deyman. Demak, Charlie'ni hammasini sotish uchun bizga 200 mingta, 500 ming qotdi. 2 millionta order kerak bo'ladi. Tangoga esa 3 millionta kerak bo'ladi. Biza bilamiz yana bundan tashqari 20 millionta zakaz ham bor. Uni nima hisobga olyapsan desangiz, bu kompaniyani, qaysi kompaniya? Fenella Co kompaniyasini общий zakazlar soni. Dispatch cost ham общий berilgan bizga, faqat Charlie bilan Tangoniki emasda, общий berilgan. Shuning uchun ham men buni общий zakazlarga bo'lishim kerak. 10 million dollar. So 10 million dollars. Number of orders deymi? Bu teng bo'ladi mana bu songa. 25 millionga. Shunda cost per order deymiz. Har bitta zakaz narxi bo'lib olsak 0,40 bo'ldi. Men 40 sentdan to'g'ri kelyapti, lekin mendan so'rayapti bitta Charlie unitiga qancha cost bo'ladi. Bu bitta zakazga edi. Lekin har bitta zakazga number of mana units Charlie in each order. Har bitta zakazda 2,5 tadan Charlie bo'ladi. Demak, cost per unit of Charlie is going to be this one divided by this one. 0,6. That's the answer.
Shunda ko'pchilik adashadi. Artiko demak, bu manimcha oldingi past paperlarda bordi o'rtoqlar. Exam reportda mana buni ko'rgan bu savolda. Uchta konsultantlarga demak hard copy berilar yangi mahsulotlar va u muhrlangan packajlarda kuryerlardan yuboriladi. Yangi mahsulotni haqida ma'lumotlar tarqab ketmasligi uchun ular даже non-networked internetga ulanmagan kompyuterlarda ishlashadi va barcha research findinglarini password bilan himoyalangan hard disklarda qo'yish kerak bo'ladi. Qaysi kontrollar bizga kerak? Anti-spyware software kerak emas, chunki internetga kirmaydi. Lockable cabinet safe kerak, chunki bular offline ishlayapti. Firewall ham internet bilan bizga kerak emas bu. Confidentiality contract qilsak bo'ladi, chunki hamma ma'lumot konsultantlarimizda bular boshqa kompaniyaga ma'lumotlarni tarqatib yubormayman, berib yubormayman, sotib yubormayman degan kontraktga qo'l qo'yish kerak. Bular muhimroq. Ikkitasi internet bilan bog'liq. So you know how to approach the question, you know how to answer the question well. Seasonally adjusted revenue so'rabdi. Well, that's easy. Trendni bergan 2000 plyus 25 x to'g'rimi? Hop, 2000 plyus 25 x. Hop, x deyapti. 2025 ni masalan birinchi kvartal 13, ikkinchisi 14. Bizga 2027 ni xullas 3-chi kvartal kerak. 2025 ni 3-chi kvartali 13, 14, 15 bo'ladi. Demak, keyingi yilning 3-chi kvartali 26 ni 3-chi kvartali 4 ta qo'shamiz, 15 ga 4 19. 2027 ni 3-chi kvartali yana 4 ta qo'shamiz, 19 ga 4 23. Demak, ximiz 23 bo'ldi. Trend deyman. Teng 2000 plyus 25 karra 23. 2575 bo'ldi. Bu trend hozircha. Lekin seasonal adjusted degani uchun ham mana adjustment qo'yamiz. 3-chi kvartalga 4% qo'shishimiz kerak ekan ustiga. Demak, seasonal adjust topishimiz uchun buni ustiga ko'paytiramiz. Demak, 1,04 ga ustiga 4% qo'shamiz. Makta virgul bilan bo'ladi. Bu yerda nuqta bilanligi esdan chiqib ketadi ba'zan. Mana 2678 mana javob. Lex uyda pishirilgan keklar sotmoqchi ekan har hafta ishga borib qatnayotganlar uchun. U tanlashi kerak bo'ladi. Poyezd stansiyasini yonidagi joydami yoki avtobus stansiyasini yonidagi joydami. Va expected valuesdan foydalanar ekan. Hisob kitoblariga ko'ra poyezd vokzalini yonida turadigan bo'lsa $240 oladi. Bus station yonida tursa 275. Demak ko'proq. Hop, qaysi biri to'g'ri? Tushunib olishimiz kerak o'rtoqlar. Expected values nima? Expected values bu risk averse ham emas, risk seeking ham emas. To'g'risida? Expected values bu long run average va risk neutrallar uchun. Riskka uncha ham masalan xohlaydigan emas, xohlamaydigan emas. Fine. O'rtadagi odamlar uchun. Va expected values to'rtinchi variantda aytyapti. One off project bo'ladigan bo'lsa, yo'q, bu one off project emas. Bu har kuni qilmoqchi, demak dushanbadan jumagacha qilmoqchi. Har doim qilmoqchi. It's not one off project, shuning uchun to'rtinchisi ham bo'lmaydi. Agar risk neutral bo'ladigan bo'lsa, bus station tanlash kerak, chunki bus stationda sotadigan mahsulotlarni expected valuesi profiti, demak, poyezd bekatidan ko'ra yaxshiroq ekan. 35 dollarga. That's it. Ibn.co Computer Games konsol va Ranger Computer Games. Bu xuddi PlayStation o'sha konsoli bilan игровой приставка deydimi, o'sha bilan o'yinlari desak bo'ladi. Har bitta konsolga 9 ta o'yin to'g'ri keladi. Game konsol $200 va variable cost $50. Kompyuter o'yinlari $60 va variable cost $10. Total fixed cost bor. Nechta sotishim kerak men break even qilishim uchun? Bizdan unit so'ragan bo'lsa, biz oddiy contributionga bo'lsak bo'ladi. In this case, weighted average contribution. Agar revenue so'raganda edi biza weighted average contribution to sales ratio ga bo'lgan bo'lardik. Console game contribution deb yozaman. Darrov. Hop, $200 va $50 variable cost. Demak, $150 contribution. 60 va 10 bo'lsa $50 bo'ladi. Buni contribution. Nisbati
Mix bo'lsa, bundan bitta sotsa, bundan to'qqizta sotadi. Shunda weighted average contribution 150 karra 1 plus 50 karra 9. 600 bo'ldi. Hop. Fix cost is gonna be 1,5 million. Shunda break even point in units is gonna be 1,5 million dollarni 600 dollarga bo'lamiz. 2,5 ming chiqdi. Deb bo'ldi javob 2,5 ming. Lekin o'zizga ikkilanayotgan bo'lsa, bizdan nimani so'rayapti? Qancha konsolni so'rayapti? Konsol 2,5 ming. Agar game'ni so'raganda javob 22,5 ming bo'lardi. Buni tekshirib ko'ramiz, qarang. Hop, konsoldan 2,5 mingta chiqaradigan bo'lsa, bundan har biridan contribution 150, to'g'rimi? Mana shuncha contribution bor. Konsoldan nechta chiqarsa, undan 9 barobar ko'proq chiqaradi game'dan, uni contribution 50. Ha, ikkalasini qo'shadigan bo'lsangiz, 1,5 million chiqdi. O'zi maqsadi contributionlaringiz fixed costni qoplash kerak edi. Shunaqa bo'ldimi? Indeed. Mana fixed cost 1,5 million, mana bizda ham agar 2,5 mingta konsol va 22,500 ta, ya'ni undan 9 barobar ko'proq game sotadigan bo'lsak, bizda break even bo'ladi. Section B'ga ham o'tdik o'rtoqlar. Ho'p, bu nima haqida ekan? O'zi ko'p o'qishni yomon ko'raman unaqa. If a supply, Apple supply was in shortage this month, what is the contribution per limiting factor for product key deyapti. Og'zaki ishlaymiz. Frutico demak ikki xil mahsulot chiqaradi, Key va Max. Tabiiy toza fresh apple'lardan tayyorlangan ekan. Contribution per limiting factor. Ikkalasi ham demak bizdan keyni so'ragan. Key narxi 58, total variable cost 54. Ayirsangiz contribution necha bo'ladi? 4 bo'ladi, 4 dollar. Lekin javob 4 dollar emas. Per limiting factor. Limiting factorimiz nima? Apple supply. Qarang. Olma mana bu shortage ekanda. Olmamiz 10 dollar kilogrammi va key mahsuloti uchun 20 dollar kerak ekan. Demak, 2 kilo olma kerak, to'g'rimi? Yes. 4 dollar contribution uchun 2 kilo olma kerak. Per limiting factor degani bu yerda har 1 kilo olmaga qanchadan contribution to'g'ri keladi. 4 dollars for 2 kilograms. Demak, 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 2 dollars per 1 kilogram of apple per limiting factor. C pointdagi maximum profit toping debdi. Sorry. It's like Saturday a.m. Saturday morning, 8:37 a.m. Me with no breakfast. C point mana bu point, to'g'rimi? Yaxshilab qarasangiz, C point degani u mana bu C1 bilan C2 ni kesishgan nuqtasi ekan. C1 bilan C2 ni kesishgan nuqtasi degani mana bu ikkita equation degani. 2K plus M 24,000. 2K plus M kichik yoki teng 24,000 deb uramiz. Va K plus 2,5M teng 25,000. Qanaqa ishlaymiz? Pastini 2 ga oshirib yuboradigan bo'lsak, 2K plus 2,5M emas 5M teng 50,000 bo'ladi. Ya'ni mana buni 2 barobarga oshirdim. Mana 2x deyman. Endi buni ham bitta kopiya qilib olsak, tepadan pastdagini ayirib olsak bo'ladi. 2 kala ketdi, 5M bilan M ketsa 4M teng bo'ladi 26,000 ga. M teng bo'ladi 26,000 bo'lingan 4 ga. 6,5 ming bo'ldi. K teng bo'ladi 24 mingdan 6,5 mingga 2 ga bo'lamiz. 8,350 bo'ldi. Bu soni hali. Bizga maksimum profit kerak. Hop, unitlari. The number of units to produce for maximum profit, lekin bizada contribution'ni ko'paytirib chiqaylik ikkalasiga ham. 58 dan 54 ayirsak 4 qoldi.
K ga adashmaymiz. Va M ga 74.68 desak 6 qoldi. Total contribution bo'ladi. 6,5 ming ko'paytirilgan 6 va 8,750 ko'paytirilgan $4. Mana bu 74 ming demak total contributionimiz. Bizdan profit so'radi. Profit demak contributiondan fixed cost ayirsak bo'ldi. 7 ming dollarni ayirsak bo'ldi. Fixed cost 7 ming minus 7 ming deymiz. Shunda profit bo'ladi 67 ming. Optimum production plan bo'yicha qaysi ikkitasida shadow price that's zero deyapti. Shadow price that's zero degani o'sha boshqacha tarjima qiladigan bo'lsam, qaysi ikkita resource, qaysi ikkita demak followingdan ikkitasi hali limitiga yetmadi degan. Biza hozir ishlaganimiz mana ikkita tenglamani ishlab tenglashtirib ishladik, to'g'rimi? Bular nima edi? Apple bilan machine edi. Bu degani hozir hisoblaydigan bo'lsangiz, 6,5 mingta M va 8,750 ta K ni hisoblaydigan bo'lsangiz, Apple'ni ham 24 ming demak, tasini 24 ming kilogramm bu. Yes. Va machine'ni ham 25 ming soatini to'liq ishlatgan bo'lamiz. Bu degani bu cheklangan resurs. Cheklangan resursning shadow price'i baribir qimmatroq bo'ladi. Noldan katta bo'ladi. Hop, laborga solishtirib ko'ring. Mana misol aytaman. Javob mana bu bilan mana bu bo'ladi. Chunki 1-2 emasligi aniq. Men tekshirib ko'rib beraman hozir. 0,8 k plus m deyapti, to'g'rimi? 0,8 demak 0,8 plus m degan bo'lsa teng bo'ladi 0,8 ko'paytirilgan k plus m. Ikkalasini qo'shsa 13,5 ming soat bo'ldi. Laborda bizda 15 ming soat bor. Bu degani laborda 15 ming soatidan hali 1,5 ming soat turibdi bizga. Ya'ni laborda yana 1,5 ming soat ishlatsak ham bizga hech qanaqa ekstra loss emasda, hech qanaqa cost emas. Ishlatishimiz kerak navbatda demoqchi. Agar qo'limizdan kelsa, hozir qo'limizda kelmaydi. Aytmoqchi bo'lganim, slack mass, ya'ni maksimum ishlatilmagan resursni shadow price'i 0 bo'ladi. Slack resource desam bo'ladi. Linear program bo'yicha qaysi biri to'g'ri debdi? Shadow price, maximum total cost the company should pay for one more unit of scarce resource. Noto'g'ri, chunki shadow price qoidasida maximum additional cost. Ya'ni yana har bitta o'sha resursiga 1 kilo olmami, 1 soat machine hour ko'prog'igami, yana qanchagacha biza ko'proq to'lay olamiz. Total cost emas bu. Bir xato. Slack occurs when less than maximum available of resource is required to to'g'ri. Hozirgi holatda labor slack bo'ldi, chunki laborni available resurslarimiz 15 ming soat va biz 13,5 ming soat ishlatdik. 1,5 ming soatimiz slack bo'lib qoldi. Javob 2 bo'ladi. Feasible region of ABCD above. Demak, ABCD mana shu feasible region degani hammasiga mos keladigan nuqta. Va it shows all feasible production plans that meets all the constraints of its possibilities of more than one optimum plan emasda berdi maqsad shunda bitta optimum point topish. Shu uchun ham linear programming ma'nosi. There is one optimum plan. Bada. No slack resource yo'q. No slack iloji yo'qda. Ya'ni hayot shunaqa. Vaqt darsda aytgan bu narsani. We've got time, health, yana nima? Nima bor? Nima deyapmiz uni? Vaqt va money hayani. Uchalasi ham eng pikka chiqqan paytini men bilmadim kimda bo'ladi. Odamzodda baribir nimadir kam bo'ladi-da. Hop. Bu yerda mana hozir ko'rdik, Apple bilan machine'ni Slack qoldirmay to'liq ishlatyapmiz, lekin labor hour'dan hali ham Slack resursimiz bor. That's it. Mana birinchi pointni ham bo'ldik. Men section b'larni juda ham yaxshi ko'raman, chunki section b'lar juda ham tez chiqadi. Market share variance'imiz, demak, nechi debdi bu savolda. Eslaringizda bor market share'ni hisoblash? Do you know how to find market share? At least. .
Well, let's get it going. You know that we have two types of variances, right? Market size variance and market share variance. And can we find that? 1,500 ta unitlik budjetdan demak 240 mingta unitimiz bizani volumimiz. Hop. Lekin bozor o'zgaribdi. Let me write it down. 1,500 mingta bozor plani bozor 1950 bo'ldi. Size, that is budget, that is actual. Our share 240 ming, 200 ming. Biza share variance deganimiz ham qarang o'zi. 240 ming 1,5 millionni demak 16%. Xo'p, yaxshi. Biz bozor 16% egallagan ekanmiz. Agar bozor 1,950 ming bo'lgan holatda buni 16% qancha bo'lardi? 1,950 mingni 16% 312 ming bo'lardi. Biz marketda 16% egallasak 312 ming egallashimiz kerak edi, lekin biz 200 ming egalladik. 112 ming demak, biza kamroq egallab qo'ydik 112 ming. So difference 112 ming ko'paytiramiz nimaga? Nomer aytib qo'ydi. Marginal costing ishlatadi deb qo'yibdi. Demak, marginal costing esa we multiply by the contribution. 650 dan 340 ta ayirsangiz 310 bo'ladi. Demak, standard contribution teng 650 minus 340. Shunda market share variance is going to be 112 ming dollar. 112 ming tengini ko'paytiramiz 310 ga. 3 dan 10 kam hisoblaganim uchun ham 300 gramm bo'ldi. Mana bo'ladi. Ya'ni haqiqiy bozor biza kutgandan ko'proq bo'libdi. Shuni hisobiga biz ham bozorni kattaroq qismini egallashimiz kerak edi. Lekin naborot bo'libdi. Biza ya'ni shunda ham 112 ming unit kamroq sotganmiz. So our share variance is adverse. In the market size variance. Market size variance nima edi? Market size variance bu planning variance. Hozirgi share bu operational variance edi. Buni bunaqa yodlasa ham bo'ladi. Planning variance. Bozor hop, mana bu revised budget, mana bu original budget. Mana size variance degani bu original versus revised budget. Share variance degani bu actual versus revised budget degani. Original bilan revised budget solishtiradigan bo'lsak, hop 312 ming bu revised budget, original budget 240 ming. 72 ming farq qilyapti. Yana shu 72 mingni ko'paytiramiz standart contributionga 22 million 320 ming bo'ladi. Va eng qizig'i favorable bo'ladi, chunki asl bozor revised budget sale taraflama originaldan kattaroq, demak bu yaxshi bizga. Bozorda biza kutgandan yaxshiroq bo'lgan. Mana shunaqa gaplar o'rtoqlar, ham oson. Mana shu joyda adashib qolganman kecha, chunki I don't know why. Probably got a problem, but I got a problem. Sales price variance. Narxi 650 dan sotishimiz kerak, 600 dan sotdim, 50 dollar kam sotyapman, ko'paytiramiz actual number of unitsga. Har bitta unitdan 50 dollar kam sotyapman, lekin men sotdim 200 mingta. Demak, 10 millionmi? 10 million dollar adverse bo'ladi. Nimaga? Price variance deganda arzon sotsangiz bo'ladi adverse. Qaysi biri sales performance ko'rsatib beradi? Hop, nima bo'libdi o'zi endi o'qisam bo'ladimi? Hop, aha. Economic recovery bo'lgandan keyin
aggressive promotion qilibdi. Bozorda oshirish uchun competitive pricing strategy yaxshi. Lekin ko'rib turibmiz-ku, unitlar tushib ketgan, bozor oshgan bo'lsa ham bizni unitlarimiz tushgan. Narxini arzon qilib ham biz sotolmayapmiz yaxshi. Bu degani aggressive strategy ishlamadi degan. Prone to be effective emas, effective bo'lganda хотя бы ko'proq sotardik. Хотя бы ko'proq bozorni egallardik. Mana. Sales and volume performance outperformed. Qanaqasi outperformed? Underperformed. Любой holatda ham underperformed bo'ldi. Hop, qaysi ikkita variance sales va marketing teamni holati bo'la oladi? Market size, market share deymiz, chunki bozorni hajmiga biz ta'sir qila olmaymiz-da. Sales volume mi, price mi? Biz faqat parsga, demak, narxiga ta'sir qila olamiz. Chunki marketing o'rganish kerak. Narxini oshirsam, demand qanchaga oshishi mumkin deydi-da, demand baribir customerdan biladi. Estimate qilib narxga ta'sir qilamiz faqat. How much? Hop, narxni oshirganim yoki tushirganim man revenue'mga qanchalik ta'sir qilgani bu sales bilan marketing teamni asosiy aybi yoki yutug'i bo'lishi mumkin. Da uchinchi qismiga ham kelib qoldik. Hop, man ham kecha shu tezlikda ishladim. Bundan sekin emas, bundan tez ham emas, shu tezlikda ishladim. Faqat hozir ham misollarni tushuntiryapman, u yoqdan example olib kelyapman. Man bilan tushunarli bo'lsin deb yozyapman-da, u yoqda kecha daftarga tez ishlaganimga bundan sal tezroq bo'lishi mumkin. But overall, the process is as follows. What is the cost gap debdi? Cost gap degan bo'lsa, turku. Hop, mana shu funksiyasi yoqmayapti menga nimagadir. I have scratchpad. Birdan bosilib qolyapti. I don't get it. Copy. Bo'ldimi? Cost gap degani bilasizlar, target costingda bo'ladi. Target costdan actual costni ayiramiz. Target cost chiqarib olamiz. Hozir o'qishdan chapnasiga ham. Lifetime sales 5 mingda target price $200 va markup $35 ekan. Ko'pincha marjini berardi, bu yerda markup beribdi, shuning uchun ham chalg'amaymiz. Markup cost ustiga qo'ygan 35% va shu bilan $200 bo'ldi. Bu degani price $200, sorry about the thing. Markup 35% degan bo'lsa, target cost bo'ladi. 200 ni bo'lamiz 1,35 ga. 148 nechi bo'ldi? Mana bu target costimiz. Actual costchi. Actual cost bo'ladi. Estimate life cycle cost 160 beribdi. Demak, difference'imiz 185. Manda ingliz tili yaxshi bo'lganiga bitta shunday qarab turib, ma'lumot kerakmi, kerak emasmi ajrata olaman. Tushunsa yaxshi menga. 2 yil useful cycle bor ekan. Juda ham qisqa ekan cycle. Va gapni, ya'ni shu gap borligi aniq, o'sha gapni yopish uchun ikkita variant bergan. Lekin menga o'sha qancha target cost bilan bizning costimiz farqini so'ragani uchun ham men shunchaki farqini topib oldim bo'ldi. Yangi information bo'yicha yangi direct material cost qancha bo'ladi? Yangi information, mana bu information, material cost mana. Barcha partlar demak hozir bespoke parts, demak biz uchun maxsus yasab beriladi, yaratib beriladi. Lekin bularning ko'pchiligini standart part bilan almashtirsa bo'ladi, 55% arzonroq tushadi. Lekin 3 ta bespoke part bor, lekin u hozir demak costimiz 20%. Uni almashtirib bo'lmaydi debdi. Yaxshi. Direct material cost deymiz. Chizamiz misollar bilan. Hozirgi material costimiz $40 ekan. $40. Ko'p qismini almashtirsa bo'ladi deyapti. Qancha qismini aytmagan, lekin 20% qismini almashtirib bo'lmaydi deyapti. Do you see it? 20% almashtirib bo'lmaydi deyapti. Demak, 80% qismini almashtirsa bo'ladi. 80% can be replaced, 20% cannot be replaced. $40 direct materialni 80% bo'ladi 32, 20% bo'ladi 8. $32 qismini
55% arzonroqqa almashtirsa bo'ladi. 55% arzonroq degani ko'paytiramiz, demak 45%. $32 qismi to'g'ri to'g'ri bo'ladi. $8 qismi esa almashtirib bo'lmas ekan, lekin boshqa saplar bizga 10% arzonroq qilib berar ekan. Demak, $8 emasda, shuni 10% arzonroq qilib beradigan bo'lsa, 702 qilib berar ekan. Shunda overall material cost 40 emas, 21.6 bo'ldi. Mana, shu zo'r bu. Sorry. Two decimal place debdi, 21.60 deysiz. 100 unit labor cost qancha? Men uchun to'g'risi learning curve, learning rate degan mavzu rosa yoqadi. Direct labor cost demak 45 minut vaqt ketar ekan. Soatiga $30. Birinchi unit 45 minut vaqt olsa, learning rate bilan 90% debdi va 100 unitdan ketib biz 100 unit so'rayapti. Nima qilamiz? Miyamizda bo'lishi kerak. A, X, B degan narsalar bor va Y degan narsalar bor. Y teng AX, A ko'paytirilgan X darajasida B. Bu standart, demak learning curve. 45 minut ekan, X 100 unit va B o'zi berib qo'yibdi. Minus 0,152. Minus 0,152. Buni chiqarish boshqa yo'li ham bor. 90% learning curve biladigan bo'lsa, logaritm deysiz. 90% bo'lingan logaritm 2. O'sha son chiqadi. Qarang. Same. Hop. Y o'rtacha vaqt degani 100 ta unitga teng A ko'paytirilgan X darajasida B. Demak, 100 ta chiqaradigan bo'lsa, har biriga o'rtacha 22-104 soatdan ketar ekan. Total for 100 units. Demak, 100 ta unitga jami 2204 soat ketar ekan. Lekin menga 100 ta unit emas, 100-unit so'rayapti. Bu degani men xuddi shu sonni, hozir shu misolni 99 taga bitta qilib olishim kerak. Chunki 99 taga ketgan общий vaqtdan 100 taga ketgan jami vaqtdan 99 taga ketgan jami vaqtdan ayirib olsangiz, 100-ni vaqt qoladi. Total for, sorry about this, like y for 99 units. Total 99 units, total time. Bu demek, qani, to'g'ri bo'ldi. Total demek, bu ko'paytirilgan 99 bo'ladi. Demak, farqi 2235 minutdan 2216 minutga ayirsak 19 minut bo'ldi. 19 minut ekan. 19 minut degani, what is it? Soatiga $30 olgan bo'lsa, mana. Hourly cost. Ost deb yozimiz bor. $30. Cost for 19 minutes. Hop, $30 bo'lamiz 60 ga 1 minutlik kelib chiqadi. Ko'paytiramiz 19 ga. 9.48 bo'ldi mana. Right? Tamam. Yangi direct labor cost demak 90% learning rate hisoblangan, lekin yangi finance direktor aytishicha, aslida 92% ekan learning rate. Learning rate 92% bo'ldi degani yaxshi emas, navrot yomon degani. Bu teskari ishlaydi. 92% yaxshi, 90 to'g'rimi? Zo'r, lekin learning curve teskarisi, ya'ni oldingi vaqtni 90% emas, 92% endi sal sekinroq ishlayapti degani. Nima bo'ladi? Target costga ta'sir qilmaydi. Target cost hali ham o'sha. Chunki bu bizani laborni hisobga olmagan. Lekin cost gap oshadi. Chunki 92% degani labor sal sekinroq ishlayapti degani. Hop, hozir masalan 92% qilsangiz, bu ham sekinroq bo'ladi-da. Cost qimmatroq bo'ladi. Actual costimiz qimmatroq bo'lgandan keyin target cost bilan actualni farqi ham oshadi deymiz. Market skimming pricing strategy bo'yicha qaysi bir to'g'ri? Market skimming bilasiz, boshida qimmatroq narx qo'yish. Va narxga agar bozor katta reaksiya qiladigan bo'lsa, qilolmaysiz u ishni. Insensitive bo'lsa price'ga, ya'ni narxni ozgina oshirsangiz ham, qimmat qilsangiz ham mahsulotingizga talab bo'ladigan bo'lsa, unda yaxshi, bir bo'ladi. To discourage new entrants in the market yo'q. Ikkinchi gap to'g'ri bo'lishi uchun biza
penetration pricing ishlatishimiz kerak edi. Shuning uchun ham birinchi variant, ikkinchi variant va to'rtinchi variant noto'g'ri. Javob bir bilan 3 bo'ladi. 3ni tekshiramiz. Mahsulotni umri qisqa bo'lsa, masalan, keyinchalik profit qilarman deb kutmaysiz, chunki unaqa vaqtingiz yo'q. Yana qayerdan bildim? O'zi 2 yil vaqti bor ekan mana. Mana section A bilan B ni o'rtoqlar sizlar bilan 50 plus daqiqada tugatdik ham analizlari bilan. That's what I do for the exam. Hop, section C'ni ham ishlaymiz. Hop, I hope you understand my situation. Bitta joyda qimirlamay o'tiribman and I'm having almost a back pain. Prepare a profit table showing all possible profits. Gloria Consultancy Co. Consulting firma ekan. Aha. Eng bir signature service degani ключевой o'sha bizani biza qilgan o'sha firmani firminniy servisi. Tax update. It's third party revenue on rental basis. Aha. Seminar tashkil qilarkan. Training. Tax regulation o'zgargandan keyin kompaniya seminar demak on it in 6 months time 6 oydan keyin seminar tashkil qilish kerak. Hotel provides quotation 3 xil bor ekan. Type A, Type B, Type C. 9000, 15000 va 19000. Yaxshi. 4 oy oldindan zakaz qo'yish kerak ekan va to'liq to'lov qilishimiz kerak ekan. Lekin business schedule bo'lganiga barcha speakerlar, ya'ni kolonkalar problem bo'lishi uchun uzr, potential speakers bu yerda kolonka emas, bu yerda seminarda nutq so'zlovchi ustozlar. Va speakerni ham xonani bron qilganimizdan keyingina mayli deyilgan ekan. Popularityga qarab bog'liq. 3 xil speaker bo'lishi mumkin. Tier 1, Tier 2, Tier 3. 300 ta, 200 ta va 100 ta participant bo'lishi mumkin. Seminar fee, printing cost, part-time staff wages, yaxshi. Type A yoki B qiladigan bo'lsak, hech qanaqa, ya'ni 100 ta yoki 200 ta o'rinlik joy bron qiladigan bo'lsak, bizga staff kerak emas. Lekin Type C qiladigan bo'lsak, bizga 4 ta part-time staff kerak bo'ladi, chunki 300 kishini boshqarish oson emas. Zo'r holat aytibdi, haqiqatdan zo'r holat aytibdi. Demand. Okay. Nima qilamiz? Showing all possible profits. All possible profits degani tik 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 tik. I like it. Bu xuddi bizani payoff table matrixga o'xshagan narsa bo'ldi. And let me put my microphone closer to me. Well, I definitely like it. Horizontaliga type, bunaqasiga tire qilsak ham to'g'ri keladi menimcha. Type A, type B, type C. USB type C port. Hop, endichi. Well, I don't usually solve. Kichrayib ketib qoldi. O'ta kichrayib qoldi. Type A. Oh. Bu bizning javobimiz bo'ladi, lekin javobdan oldin bizga savol kerak, to'g'rimi? I'm not really comfortable with the ACC's own CB practice platform, to be really honest with you, but I'll do my best. Hop, nechta klient keldidan boshlaymiz, to'g'rimi?
Let's say we've got type of the room ketdi. And undan keyin participants, number of participants bo'ladi. Ha. Keyingisi hop, type ABC desam tushunarsiz bo'lib qoladi. 100 kishilik deyman, 100 kishilik deyman, 100 kishilik deyman. 3 xil variant bor, to'g'rimi? 3 xil variant bor. 300, 200, shuning uchun ham 3 xil yozib har birini. 200 kishilik, 200 kishilik va 200 kishilik, 300 kishilik, 300 kishilik va 300 kishilik. Mana 100 kishilik xonaga 300 kishi yozilsa nima bo'ladi? 200 kishi yozilsa nima bo'ladi? 100 kishi yozilsa nima bo'ladi? 300, 200, 100. 300, 200, 100. Mana bu varianti. Participants ana endi hop, sales deymiz ana endi. Haqiqatan necha sotiladi? 100 kishilik xonaga 300 kishi yozilib qo'ysa ham baribir 100 ta bo'ladi-da. Baribir 100 ta, baribir 100 ta. 300, 200 kishilik xonaga 300 kishi kirsa ham 200 ta bo'ladi. 200 ta bo'ladi, endi 100 ta bo'ladi. 300 kishilik xonaga 300 ta kirsa 300 ta, 300 kishilik xonaga 200 kishi kirsa demak 200 ta sales va 100 ta sales bo'ladi. Ko'paytiramiz figa. Revenue desak bo'ladi. Revenue deymiz. Tak, 100 tasi ko'paytiramiz. Fi qancha edi? 250 dollardan ekan. 5000 e. O'ta noqulay ekan. To'g'ri hisobladimi? Davom chunki 25000, 50, 50, 25, 70, 50, 25 to'g'ri. Revenue chiqdi. Profitable ish uchun ham revenuedan ayirishim kerak. Men print costlarni birinchi, hamma costlarni. Print cost deymiz. Teng -50 ko'paytirilgan o'sha participant 100 ta odam kelsa, ustiga chiqarib qo'yamiz. Besh, 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 10, 15, 15, 15 bo'ldi. Bu print cost bo'ldi. Part time staff. Hop, 100 kishilik, 200 kishilik xonada bo'lmaydi. Shuning uchun ham 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bitta variantda bo'ladi faqat. Lekin degan joyi bor. 300 kishilik xonani biz oldindan zakaz qilib qo'yamiz, to'g'rimi? Staffni. Okay. Aha. Non-refundable type. Men assume qilyapman hozir. 300 kishilik xonaga bron qilib qo'yamizda. 300 kishi keladimi, 200 kishi keladimi, 100 kishi keladimi? Baribir biza part-time staff olamiz deb assume qilaman. 4 ta staff kerak bo'lsa, teng minus 4 ko'paytirilgan 800. Demak 3200 dan baribir rasxod bo'ladi demoqchiman. Ana. Hop, nima qoldi? Nima qoldi bizda? Room cost qolibdi. Room cost. 100, 200, 300 demak 9000, 15000, 19000. 9000, 9000, 9000, 15000, 15000, 15000. 19000 edi.
Ana bo'ldi. Shunda oxirida nima qoldi bizda? Boshqa kos qolmaydigan bo'lsa, profit qoldi. Teng. Sum deymiz. Mana bu revenuedan bu yoqqacha sum qilsa bo'ldi bizga. Mana o'rtoqlar. Bu profitni dollar sayin qilsak bo'ladimi? 84 ga bo'larkan. Hop, mana bu revenue bilan bu yoqlarni ham dollar sayin qilsak yaxshi bo'larkan. Hop. Endi unitlarni man bo'lib olishim kerak hozir bu yoqda. Qanaqa edi o'sha? Ikki xona yo xonasiz birliksizmi? Mana bo'ldi. Chotki bo'ldi. Mana bu bizga demak chiroyligina qilib ko'rsatish bo'ldi. Profitable'ni ko'rsatdim. Ah, lekin profitable qilayotganingizda bundan yana bitta we should go one step further. Qanaqa bo'ladi? Men bundan keyingi savolni ko'rganim uchun ham, ya'ni Minimax algoritmlarga o'xshagan narsa bo'lgani uchun ham buni ham payoff table qilsak yaxshi bo'lardi. What I mean is here. Demand deymiz. 100 ta bo'lishi mumkin. 300 da boshlab 300, 200 va 100. Hop, type A, type B, type C. Type A ga 300 ta bo'lib qolsa ham mana. Demand 300 ta bo'lib qolsa ham profit 11 ming bo'ladi. Type A ga 200 ta bo'lib qolsa ham profit 11 ming bo'ladi. 100 ta bo'lib qolsa ham profit 11 ming bo'laveradi. Type B ga 300 ta bo'lib qolsa 25 ming, 200 ta bo'lib qolsa ham 25 ming maksimum potential profit. Lekin 100 ta bo'lib qolsa 5 ming. Mana hisobiga qimmatroq pul to'laganmiz xonaga. Type C agar 300 tadan 300 ta kelsa вообще zo'r profit bo'ladi. 200 ta kelib qolsa kamroq. Agar mabodo 100 ta kelib qolsa biz lossga kirib ketamiz. Qo'ysak, bold desak bo'ladi. Mana bu o'rtaga qo'ysak. Mana bu sonlarni ham o'rtada berib turib. Tak, general qilaymi? Custom qilsak bo'laydi. Number plus qilaman. Okey. Hop, 300 ta, 200 ta, 100 ta dedik. Type xona edi bu. Hop, tier 1, tier 2 va tier 3. Mana shu profitable. Well, that's it. Fractionlar kerak emas ekan. That's it. Recommended type of seminar room that should be reserved. Mana endi Maximax, Maxima va Minimax regret deb beribdi. Bitta orqa qaytamizda. Can we copy this? Copy qilsak bo'ladimi? Good.
copy qilayotganda paste special qilib turib values desak, manimcha o'ta go'zal bo'ladi. Xo'p o'rtoqlar, maximax va maximin, minimax, regret. Maximax bo'lsa maksimum maksimumi. Qarang endi. Hop, qanaqa seminar room rezerv qilish kerak? Seminar room type A qilsangiz maksimum minimum 1 profit qilasiz. Type B qilsa 25 ming bo'lishi mumkin. Mana buni maksimum profit 11, buniki 25 ming, buniki 37,800. Ne qilamiz? According to Maximax rule. Hop, maximum profit of type C room exceeds the maximum profits of the other types combined deyman. So type C. Chunki 11 ming 25 ming qo'shib 36 mingda 36 mingdan ham ko'payib ketyapti. 37,800. Shu uchun hop, mana bu yaxshiroq. Manimcha buni hozir dollar saynda berganimiz chiroyliroq bo'lardi. Mana o'ta go'zal. Ikkinchisi maximin rule. Minimumlarni maximize qilamiz, to'g'rimi? Hop, hop, type A rooms minimum profit is higher than the minimum profits of the other types. So type A. Qarang. Buniki 11 mingda ko'p emas, kam emas. Buniki 5 mingga tushib qolishi mumkin. Uni 2,5 ming, 2 mingga yetib qolishi mumkin loss. Type A niki tinch ekan. Minimax regret uchun biz regret table qilishimiz kerak, o'rtoqlar. Mana shuni hozir regret table'ga almashtiramiz, o'rtoqlar. Let me copy it now. Hop, mana bu yoqqa copy qilamiz hozir. Sababi mana bu yoqqa ham copy qilamiz. Biz unga qarab turib o'zgartiramiz. Hop. Qarang. Mana bu nuqtadan boshlaymiz. Ko'pchilik regret table xato qiladi. Adashib ketadi. Oson o'zi. Mana bu nuqta degani, man Tier 1 speakerda, ya'ni 300 ta demandlik speakerda 100 kishilik xona olib qo'yganman degan. Demand 300 ta bo'lganda maksimum qancha profit qila olardim? 37,800. Ya'ni demand 300 ta bo'lganda men ham 300 ta kishilik xona bron qilganimda ko'proq profit bo'lardi. Lekin hozir nima bo'lyapti? Hozir unaqa emas. Hozir men qancha yutqazyapman? Hozir mana 11 mingga ham 37,800 dan demak 26,800 ga yutqazyapman. Type B 25 ming bo'ldi. Lekin 37,800 olish mumkin edi. Demak, 200 kishilik xona qilganim uchun men 300 kishilik xonani demak bron qilingandan profitidan 2,800 kamroq profit qildim va bunda 0 bo'ladi. Va bunda ham 0 bo'ladi. Bunda ham 0 bo'ladi. Chunki o'ziga, ya'ni Type A o'zi 100 kishilik xona va Tier 3 100 kishilik speaker bo'lsa ham hech qanaqa no regret. Ikkinchi holatda man Type A ya'ni 100 kishilik xona olib qo'ydim, lekin demand 200 kishi. Demand 200 kishi bo'lganda man 11 ming profit qildim, lekin aslida 25 ming qilsa bo'lardi. Demak, man 14 ming dollarlik regret qilaman. Afsus deyman. Hop, 300 kishilik olib qo'ydim, lekin demand 200 ta bo'ldi.
Man profitim 17.800, profitim bo'lishi mumkinda, 25 ming bo'lishi mumkin. Demak, man 7.200lik afsus qilaman. Uchinchi holatda, uh, demand 100 kishi ekanda, man 100 kishilik xona olsam afsus qilmayman. Demand 100 kishi, 200 kishilik xona olib qo'ysam, demak 6 ming farq qilyaptimi? 6 ming dollarlik, deyman, afsus, sorry. Va oxirgi holatda 100 kishilik xonaga 300 kishilik tayyorgarlik qilganim uchun man вообще katta afsus qilaman. Qancha o'sha? O'sha narsa demak 13.200 bo'ladi. Bu narsani nomini regret table deydi. Regret table. Turib, yana bersa bo'ladi. Bormikan shu nimadir qilish? Format cells. Alignment bor ekan, border bor ekan bu yerda mana. Number. Hatto border qilsak bo'ladimi bu yoqqa? Regret table deb turib. Yo'q. Lekin o'ylab ko'rsa bo'ladi. Formatni. This is up to you. Hop, minimax regret degani minimizing maximum regret. Okay? Man type A tanlasam, maximum regret deyman hozir. Bu bo'ladi. Mana 26.800lik regret qilaman. Type B tanlasam, man maksimum 12.800 regret qilaman. Type C tanlasam, man maksimum 13.200lik regret qilaman. Demak, minimizing maximum regret degan pointdan biz mana buni tanlasak bo'ladi. 12.800 ni. Hop, type B uh, gives the minimum, I mean, gives the lowest maximum regret, so it should be chosen. Mana, bo'ldi o'rtoqlar. Likely risk appetite bilan rational deyapti. Endi hisobla degan bo'lsa, endi tushuntirib beryapti o'rtoqlar. I think that's easy for you. I mean, I think I can leave it up to you, I believe. Max ma'nosi nima edi? Birinchi tushuntirib berasiz. Max bo'yicha risk appetiti bor odam, risk seeking odam qiladi uni. Ya'ni yutqizsam katta yutaman, lekin yutsam eng kattasini olaman degan niyatda. You write it in English. Risk taking attitude biz to'g'ri keladi deb turib yozasiz. O'sha 26.800mi, 27.800mi qancha edi, shuncha profit olsa bo'ladi deb turib maksimum o'xshab ketsa agar. Keyingisi Maximin bu risk averse odam bo'ladi. Pessimistic, low risk, low return. O'sha uchun ham ko'rgan bo'lsangiz, type A ni, the profit of type A was no higher or no lower than $11,000. Bir. Keyingisi Minimax regret bu qanaqa? Min-max regret also looks like Maximin approach, but it also includes the level of uncertainty. I mean, in the min-max regret, if you're not sure about any direction, you will try to minimize your risk, minimize your regrets. And for that reason, type B ko'proq mos keladi deysiz. Ya'ni with the lowest minimum risk of minimum regret of qancha edi? 12.800. Mana shu yozganlaringizni gapga solib tushuntirib berasiz. Ya'ni uchtasiz Maximax, Maximin va Minimax regret degan pointlarni tushunishingizni ochib berasiz bo'ldi. Briefly explain which decision rule qilish kerak. Qoyil. None of the speakers can give confirmation on their availability until 1 month before the seminar. Mana bu narsa uncertaintyni oshiryaptimi? O'xshamay qolishi ham mumkinmi? O'sha uchun eng kattasi emas, eng kichkinasi emas, o'rtasi deydi-ku. Bu yoqda ham shunaqa to'g'ri kelib qoldi.
Minimax regret rule should be used because the risk of incorrect decision making is lowest here in this decision. Qolganlarida uh, o'xshab ketib qolsa type A tanlab qo'ysangiz deysiz. O'xshamay qolsa type C tanlab qo'ysangiz ham deysiz. Shuning uchun minimax regret rule is the better one. With your good English, you can write that. Ho'p, Montico, large design and manufacturing company. Ishoning, men bundan oldingi o'sha tushuntirib ber degan pointlari bor-ku. O'shani o'ta ham tez yozaman, kesga bog'lab turib. O'zingiz hisoblagan bo'lsangiz, yoza olasiz bemalol. Teoriya qiyin, qiyin deyishadi, PM qiyin deyish, PM qiyin emas. Siz yozolmaysiz. Yozishga mashq qiling. Hisoblagan sonlaringizni ma'nosini tushunishga harakat qiling, yaxshi yoza olasiz. Montico demak large design and manufacturing company ekan. Investment center ekan, yaxshi. Asosiy mutaxassisligi design and manufacture of household appliances. Good. Highly automated. Man case qo'yayotganda ko'pincha highlight qilaman o'zimga o'zim. Asosiy demak point household appliances. Hozircha nima uchun kerakligini bilmayman, lekin kerakga o'xshaydi. Automated ekan, asosiy ishni robotlar qilar ekan. Design division Textra dizaynerlar ishga olar ekan. Like Monticon Wacom division yonida joylashgan ekan. Wacom division demak eng katta sotiladigan mahsulotlarni, kompaniyaning top продажный mahsulotlarini chiqarar ekan. Head office costlarni ishchilar soniga qarab bo'lib bergan ekan. Head office tomonidan ozgina non assetlar boshqariladi, qolganlarini division o'zi boshqaradi. ROI foydalanar ekan bonus berish uchun. 15% ROI target, undan oshsa, demak, bonus oladi. Residual income'dan ham foydalanar ekan. Cost of capital 15%. Good. So what? That's easy, isn't it? Paneldan ozgina qo'shimcha bergan. Assetlar not 1, not 2. Not ham bormi bizda hali? Mana. Indirect expense deganda head office'ni depreciation on assets held by head office. Demak, mana bu bizani non-controllable expense'larimiz. Buni hisoblamasligimiz kerak. Buni ilib ko'ramiz. Note 2. Non-current asset deganda ham head office boshqaradigan assetlar ekan. Aha. Demak, controllable asset emasda bu. CFO performance'ini ko'rib chiqdi va Wacom Division uchun yana bir muvaffaqiyatli yil bo'ldi. Zo'r bonus oladi. Textra esa juda ham rasvo deyapti. Va no expansion of division next year. Keyingi yili Textra divisionni kengaytirmaymiz. Xullas, ularga yoqmayapti pulov kelmayotgani kompaniyani. Textra divisionni juda ham profitable emasligi yoqmayapti. Revise ROI qil deyapti. Chunki ROI hisoblaganmi o'zi? ROI hisoblabdi. Textraniki 11.9, ROI Wacomniki 21.1. 15%dan oshgani uchun Wacom bonus olyapti, Textra olmayapti. Good, very good. ROI ham demak, return residual income ham Textraniki minusda, Wacomniki plusda. Good. Bizga faqat ROI bilan arang so'rabdi. Qayerdan boshlaymiz? Operating profitdan boshlaymiz. Xato o'sha yerda chunki. I nima bo'ldi? Bosvordim, sorry. Mana buni sal kattaroq qilsak, o'zi ishlab bo'lmayapti. Ishlaydi. Mayli, bular vakuum birinchi, Textrani ikkinchi qo'yibdimi? Mayli, bizlar uchun ham shunaqa bo'laversin. Biz revision darslarimizda PMni ayniqsa mana shunga o'xshagan misollarni ham ishlaganmiz va asosan yozadigan performance indikatorlarga rosa urg'u berib ishlaymiz. Operating profitimiz qancha edi vakuumda? 26.886 ekan. Va bu 1937. Juda ham kichkina profit. Hop, add deymiz. Nima qilamiz? Bilamizki, head office depreciation bizga nima keragi bor? Depreciation.
to'laga sig'sa mayli. Head office depreciation qancha edi? Depreciation onasi 1670 va 650 qo'shib olamiz. 70 va 650. Add deyman yana. Head office recharge. Head office recharge ham bu overheadlarni shunchaki bo'yniga qo'yib yuborgan ishchilar soniga qarab turib, lekin bularni kontroldagi kosmos u. Qancha edi? 1800 bilan 1,5 ming. Operating profit revise yoki mana bu narsamizda controllable profit desak bo'ladi. 30 minut 36. Aha, evet. Shularni chiroyli formatda bersang bo'lar ekan. Ne? Ana endi. Biza buni controllable profitni mana shuni yozsam bo'lishim kerak controllable net assetlarga. Qayerdan boshlaymiz? Non-current assetdan boshlaymiz mayli. NCA deyman. Qancha edi? 125 ming va 16 ming. Bundan head office'ni assetlarni ajratamiz, chunki bizga o'zimizni kontrolimizdagi assetlar kerak. 6 ming va 2 ming ekan. Minus 6 ming va minus 2 ming. Current assetlarni qo'shib current liability'ni ayirsak net assetlarimiz qoladi. Yoki capital employed topgan bo'lamiz. 22.800 va 3675. Current liability'ni ayirsak shunda net assets yoki capital employed qoladi. 20.220 bu ayirish bo'lsa minusda bera qolaylik. Minus 3.420. Hop. Controllable net assets bo'ladi teng yana sum of all these. Qani o'rtoqlar, endi buni yana bitta qavsni olsak 8 marta uchun bal uchun demak normal. ROI deymiz. Controllable profit divided by controllable net assets. Buni we extend the formula and give it in percentage terms. Yeah, ana. 25, 29 ketib qoldimi? Ikkita beraversam mayli. 24.95, 28.75 buni. Bitta ham chiroylimi yo'q? Bu chiroyliroq ekan. Mana o'rtoqlar. Haqiqat yuzaga chiqdi. O'sha kuni keldi mana. Ko'p gapiribdi mana bu finansiy direktor. Hop. Hisobla debdi, gapir demabdi hali, shuning uchun ham oz gapirmay turamiz. ROI'ni topdik and residual income. Hop. Controllable profit deyman. Buni aytamiz. Less nima edi? Interest on input interest. Bu degani mana shuncha pul sarflab, shuncha asset olib, mana shu biznesga tikkandan ko'ra boshqa joyga tiksam necha pul olardim?
So our controllable profits are 30.336 va 4087. Impure interest bo'lyapti. Mana bu net assetlar necha foiz ekan? Necha foiz? 15% ekan cost of capital. Biz qilib bersak, mana bu net assetni ham demak 15%. Residual income 12.099 bo'ldi. Ay, o'rtoqlar. Adashib ketyapmiz. 1954 bo'ldi. Mana residual income. Chiroyli qilib berishga baribir yetmaydi hech narsa. Chotki bo'ldi mana. Gaping bormi dedi. Revise calculation qilganingda tushuntir deyapti nima qilganingni. Zo'rda bu hozirgi moklar. Mana shu zo'r. Nimani tushuntirasiz? Controllable costga javob berishga controllable profitni ular demak chiqarib keladi. Va it also depends on controllable net assets. Head office recharge'ni indirect cost bo'lgani uchun va ularni o'zini cost bo'lmagani uchun employeega qarab turib bo'lib yuborgan. Shuning uchun ham men uni chiqarib yubordim. Head office demak assetlarni ham because I also eliminated the assets from the head office, it's wise to eliminate the depreciation on the head office assets too. Deysiz. Nimaga Tetra Results differ qildi? Bitta yaxshilab qarasangiz, men aytaman savobini. O'ta katta farq qildi, to'g'rimi? Plusdan minusga chiqdi, minusdan plusga chiqdi va mana bu ROI bo'yicha tekstra o'tib ketib qoldi. Vakuumda o'ta katta asset bor. Mana o'ta katta asset bor. 9 barobar desak bo'ladimi? Yo'q. 8 barobar desakchi. Da, почти 8 barobar ekan. 8 barobar ko'p assetlari bor ekanda. Hop, so what deyishingiz mumkin. Current assetlari ham ko'p, liabilitylari ham ko'p-da. Ya'ni ishlatiladigan net asset tekstrada o'ta kam, o'ta kam. Va bo'lib ham qarang. Bu yoqda to'g'ri, mana bu kostlar, depreciation vakuumda ko'proq, head office vakuumda ko'proq baribir, lekin qarasangiz, bu 125 ming, 22 minglar orasida 1 ming, 1 ming bilinmay ketadi, lekin 16 ming, 3 ming orasida 1,5 ming katta summada. Ya'ni tekstrani rasxodlarini katta qismi o'zini kontrolda bo'lmagan rasxodlar, shuni hisobiga hozircha hisoblangan ROI noto'g'ri chiqqan deysiz. Va mana bu joyga qaytamiz. Nima qiladi? Head office costni number of employeesga qarab turib. Wacom ishlab chiqarish otdel bo'lgani uchun u yerda ko'proq odam ishlaydi. Yo'q. Or is it? Look, yo'q. Ishlab chiqarish otdel bo'lgani uchun ham mana ana endi keldik. Robotlar ko'proq ishlaydi. Va number of employees kam bo'lgani uchun ham Wacom modeliga kamroq head office cost to'g'ri keladi. Dizaynda odamlar ishlaydi. Odamlar ishlagandan keyin ko'proq cost unga ketib qoladi. Lekin aslida unaqa emas. Mana shu sabab bo'ldi deysizlar. ROI bilan RI'ni revise qilmasa nima muammolarga duch keladi? Nima deb bilasizlar? What can you say about it? What are the problems? Birinchisi mana oxiriga qaytamiz. Case'dan ko'p narsa olsak bo'ladi. Expand qilmaymiz deyapti. Nimaga expand qilmaydi? Nimaga? Yaxshi ishlab turgan, residual income plus bo'lgan narsani nimaga expand qilmaydi? Innovation bo'lmasa, yangilik bo'lmasa, vakuumlar ham qolib ketadi-yu. To'g'rimi? Birinchisi. Ikkinchisi, bonus beravermasangiz odamga yoqmaydi-da. Men ham Akfa'da ishlaganman, kompaniyada ishlaganman.
Bonus olavermasangiz, umuman olavermasangiz, odam siqiladi. I mean, I got my bonuses, but still, I know how it feels to be on the other side. Demotivate bo'lgandan keyin innovate qilmaydi. Innovate qilmagandan keyin buni demak chiqarayotgan vakuumlari, pilisoslari demak o'tayam eski bo'lib qolib ketishi mumkin. Ular ishdan ketib qolishi ham mumkin. Mana shunaqa gaplar. Bu hozir miyamga kelganlari bo'ldi. You could come up with some other ideas and valid ideas are all accepted. Nimaga RI different businesslarni performansini ko'rish uchun yaxshi emas? Bu oddiy o'rtoqlar. RI bilasizlar, RI degan narsani residual income'ni minus taraflarini shunday ochib olsangizda, birinchisi nima edi? It absolute narsani ko'rsatadi. Absolute measure of profitability, to'g'rimi? Return. Kichkina biznes bor, katta biznes bor, solishtira olmaysiz. Kichkina biznesga masalan 5 ming tikishingiz mumkin, katta biznesga 77 ming tikishingiz mumkin, 1 millionlab tikishingiz mumkin-da. U relative performance deyapti. Relative performance degani buni faqat foizda ko'rasiz. Foizda ko'rish uchun sizga ROI kerak. Masalan, o'sha gap. Yoki masalan 1 milliondan 250 ming dollar plyus kelyapti-da, 2,5 ming dollardan 2 ming plyus kelyapti. Aslida juda ham katta summa, lekin 2 ming qayoqda, 250 ming dollar qayoqda? That's the issue. Hop, yana investment decision uchun bo'lmaydi, chunki baribir profit aralashadi. Bizga investment decision uchun bizga cash flow aralashgani yaxshiroq deysiz. Uh, Nima mes qilsak bo'ladi? Investment decision uchun FM o'qigansizlar. Discounted cash flow methods, NPV, xolasiz IRR, annuity, discounted payback. Aytaverasiz bu yoqni. To'g'ri keladi deb. Tamam. You get it, boy. You made it. Endi exam qilamiz. Yes, I wanna end the exam. Oxiri o'zi qisqada doim. Now it is complete. We can go here and we can mark exam. I say yes. And here you can see. Demek tekshirish bilan aytamanda birga 60 taqsimimiz, chunki biz faqat 60 balligini tekshirib beradi. Section C ga demak bizga hech qanaqasiga faqat suggestion beradi bo'ldi. Mana hammasini to'g'ri ishlabmiz. Mana shu usul orqali tekshirib, o'zingiz ustida ishlasangiz, sizga demak kelayotgan imtihonda qiyinchilik bo'lmaydi. Know your problems and work on your problems. Make sure you pass from this. Ya'ni bundan 50 dan baland balo olgan bo'lsangiz bo'ldi, siz tamom, yaxshi, zo'r degan. Chunki section C ni yengil deb qo'ysangiz ham imtihondan o'tib ketish aniq. Yuqori balo uchun esa o'rtoqlar, you need to think faster, you need to analyze the question faster va section C da ko'rib turibsizlar, relate to the case as much as you can because without that it's impossible. Keyingi point. 1,5 soatdan sal ko'proq vaqtda biz 3 soatli imtihonni ishladik, suggestionlar berdik. To'g'ri, man section C ga hali yozadiganini yozmadim, lekin yozishga 10-15 minutdan ko'p vaqt ketmasdi menga. Nima degani bu? Menga shundoq ham yana kamida 1 soat vaqtim bo'ladi. Yozganim qaytadan ko'rishga, yana o'ylashga, boshqa perspektiva bilan ko'rishga. This is the way that I solve. I don't create perfection from the first try. I make something and I know that it's a decent one. And I'll make perfect something out of it over time because I know that I'm winning time. I'm winning time. Mana shu narsani man o'quvchilarga berishga harakat qilaman. Man demak xato qilmaydigan inson emasman demoqchi emasman. Yo'q. I make mistakes, a lot of mistakes. But I am the person who can teach how not to make mistakes. That's what makes me as a teacher. Bu PM 2026 va Abdulkarim Rustamov, ACCA member with you.